Biz oshxona taraf qaramoqlar. Oshxona taraf ketyapmiz. Bizga ham osh qolganmi yo'qmi bilmadim. Biz bugun kechikdik. Yo'q, osh bor. Bu eng katta qozon. Bir tonalik osh pishiradigan qozon mana shu o'rtoqlardan. Katta qozon. Kichkina qozonlar bular. Hazili osh. Kelaylik. Salom alaykum. Keldik osh yegan. Tojikistondan keldik osh yegan. Hormaylar. Damlangan kech qolganlar uchun oshni davom etamiz. Ana bu oshni olganingizdan keyin kuningizdagidek qilib, undan keyin ichkariga o'tiladi. Mana oshxo'rlikka kelgan mana akam Baxtiyor akamni rais qilamiz. Yana bir amalchi bular hammasi shart o'tdilar. Oshimiz deb turibdi. Mana endi ichkari o'tiradigan kun. Yo'q, osh olib ketamiz hozir. Bu taraf mana oshni osh yeydigan xona. Oshxona. Ichkari mana shuncha joy. Shu osh yeydigan choy, salatlar, nimalar hammasi bu taraf. Choy, salat hammasi. Tepadigan joylar bor, ko'rinmalarni. Choy sarda bu tarafda. Buni oshga xush kelibsiz. Biz ham osh olaylik, taom olmaslik.